Bir umr zerikmay gaplasha oladigan insoningiz bilan oila quring. Agar u bilan gaplasha olmasangiz, bir umr u bilan yashay olmaysiz. Bu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak. Biz dinimizda nega oila quramiz? Allohga haqiqiy holda munosib shaklda go'zal ibodat qilishlik uchun. Shuning uchun Alloh nikohni dinni to'liq qilish bilan bog'lab qo'ydi. Hayotingizni oila qurish vaqtlarida o'zingizga munosib inson bilan oila qura olmasangiz, munosib insonni topa olmasangiz sabr qiling va haromdan tiyilgan holatda kuting. Noto'g'ri inson bilan faqat oila qurish uchun uylangandan afzaldir. Oila qurmoqchi bo'lsam, men xolis niyat qilishim kerak. Ey Robbim, senga munosib shaklda haqiqiy ibodat qilishni xohlayman deb. Men insonman, mening ehtiyojlarim bordir. Bir erkakka suyanishni, u bilan taskin topishni, u erkak ham men bilan taskin topishni xohlayman va bu ehtiyojlar to'liq emas. Va men ba'zan insonman, chalg'iyman. Ibodatlarimda xushu topolmayman va o'qishimda ham.